欢迎同学们来到教你学国家通用语言情景绘画即学即用2，我是你们的老师 Segila Asqad。今天我们要学习的是第4单元。第4单元呢，讲的是阿里木跟哥哥下地。那么在这里都发生了一些什么事情呢？那我们先来看一下我们的生词总动员。生词总动员。birinci söz地，一个提土旁，然后呢一个也，地 manisi 也那比如说bu bizning ye bo'lsa，这是我们家的地。其实这个地在这个地方指的是ye bo'lgani bilan itizliq deymiz ғой，就是说Мәсәлән, buğday uchi-buchi degandek mundaq hosillarni tergan yani di deymiz. Мәсәлән, 这个 buğdaylık bo'lgan bo'lsa, 那就 buğday terilgan yer bo'lgan bo'lsa, 那就是小麦地。Andan keyin paxta terilgan yer bo'lgan bo'lsa, 棉花地degandek. 那 bu bizningki itiz, bu bizning yerimiz degan bo'lsak, 这是我们家的地。那bizning uyda 3 亩yer bor desak， 我们家有3亩地。我们家有3亩地 desak bo'ladi。地 yer bildikmi? Andan keyin mushu itizliqqa berish degan vaqtimizda mushu 下地 deymiz. 那 itizliqqa berib ishlash degan vaqtimizda 下地干活儿。爸爸吃完饭下地干活去了。Dadam tamaq yeb bo'lgandan keyin itizliqqa berib ishligili ketdi. 爸爸吃完饭下地干活了 desak bo'ladi。好，下面一个呢，亩，点横，然后下面是一个田。这个亩呢，就是我们所说的这个亩。bir亩yer desak 1亩地，2亩2亩地啊。Ben aldığım yılı 3 亩yer satın aldım. 我去年买了3亩地。我去年买了3亩地。Bizning uyda 10 亩yer bor. 5 mo'siga paxta terdim, 5 mo'siga buğday terdim degan bo'lsa, 我们家有10亩地。我们家有10亩地。5亩种了麦子。5亩种了棉花，5亩种了麦子，5亩种了棉花，对不对？好，这个是我们的亩。那么麦子bilan棉花deganni nima deb deymiz？就是我们这个第3、第4个词语啊。麦子deganimiz buğday，怎么写的呀？横撇，andan keyin bir tal yo'q，麦子，buğday。Bu yıl buğday qandaroq degan bo'lsak， 今年麦子的收成怎么样？今年麦子的收成怎么样？那就是 yaxshi chiqibdimi, yaxshi chiqmabdimi degan ma'noda chiqadi。今年麦子收成怎么样？那buğdayni işte optab qilgan bo'lsa 晒麦子，对吧？晒麦子desak bo'ladi。那 bizning uyda bir taqa buğday bor desak， 我们家有1袋子麦子。我们家有1袋子麦子 desak bo'ladi。那 bu buğdaylarni mushu o'zimiz yeydiganga ishlatamiz desak， 这些麦子是我们自己吃的。这些麦子是我们要自己吃的，都可以啊。那么这个是麦子。下面一个呢，棉花。棉是一个木，然后一个白，一个金，然后呢花就是 gul 的花啊，棉花的个 呢就是 paxta， yani kivazmi的qo'ydi。好，剪棉花 paxta terish， 剪棉花。Her yılı 9. ayda ben paxta terigili baraman desem， 每年9月份我去剪棉花。每年9月份我去剪棉花。Ben bir kunda 100 kilo paxta teralayman desam
我一天可以剪100千克棉花。我一天可以剪100千克棉花。دسك بولىدۇ.好bizning uyda 5 亩 paxta bor desak, 我们家有5亩棉花 desak بولىدۇ. 我们家有5亩棉花。好，棉花 paxta。好，那下面一个呢？收割，收呢是我们以前学过的这个接收的一个收，收拾的一个收，竖折竖，然后一个反文，割呢是一个亥，这个点撇横钩横竖，然后下面一个口，后面呢是一个立刀旁。那收割的一个呢urmak。那比如说收割麦子odatda biz bug'doy o'rish deymiz ғой. Bug'doy o'rish degani收割麦子。好，那sizlarning bug'doyni qachon o'raysizlar desak, 你们什么时候收割麦子，或者是你们的麦子，你们打算什么时候收割都可以啊。收割麦子bug'doy o'rish。那dadam ne ketdi? dadam bug'doy o'rig'li ketdi。爸爸去哪儿了？爸爸去收割麦子了。爸爸去哪儿了？爸爸去收割麦子了。desak bo'ladi。收割 o'rish o'rmak。好，下面一个呢，完，点撇横钩横撇竖弯钩。那完deganimiz就是 tugmak degandagi. 那bir ishni qilib bo'lgan vaqtimizda 什么完了degan bo'lsak, mushu ishninki putganligi, tugaganligi bo'ladi. Masalan, topshiriqimni yezib bo'ldim desak, 作业写完了。作业写完了 desak bo'ladi. 那 tamoqni yeb bo'ldim bo'lsa, 饭吃完了。饭吃完了。那hozirgi mushu收割ni deb mushunga misol keltirsak, mushu van bilan. 那 tugamagan bo'lsa-chu 没完 deymiz. 饭还没吃完。饭还没吃完。作业没写完。作业没写完 desak bo'ladi. 这是完。undan boshqa mushu 平时我们在口语当中呢，ig'iz tilda tugashdim degan vaqtimizda 我们说完了，就完蛋了的意思啊，完了。好，那下面一个翻，撇，然后呢点撇横竖撇点，下面一个田，然后呢一个羽毛的羽啊，横折钩点题，横折钩点题，这是翻。那ag'durish degan ma'noda， 比如说翻地，amaliyotda这个翻它有好几个意思啊，那几xil ma'nosi bor。比如说kitobni varaqlagan deymiz ғой，这样子呢，这叫翻书啊。那平时我们说，每次我上课的时候，我说 kitobni manchinchi betni ichinglar degan vaqtimda， 我就会说把书翻到第几页，把书翻到第几页，就是这个字啊，翻deganimiz。那么undan boshqa mushu ag'durgan vaqtimizda nima desak bo'ladi? 翻地。那比如说man hozir bir narsa termoqchi bo'lgan bo'lsam， 那我要干什么呀？埋种、翻地、播种、浇水，对吧？埋种 urug septevelish， 这个翻地 ag'durish， 播种 urug chechish， 然后呢浇水 sug'urish， 埋种、翻地、播种、浇水 desak bo'ladi。这是我们一般情况下mushu bir narsa tergan vaqtimizdagi一个顺序deymiz ғой。好，那翻会了吗？下面一个呢，晚熟。晚deganimiz晚上的晚，对吧？ vaqti kes degan ma'noda bo'ladi。那怎么写的呀？一个日，然后撇横撇，竖横折横，撇竖弯钩，这是晚。
那竖呢点横，然后竖横折横，能的给横撇弯钩提，嘛这个横斜钩撇点，下面是4个点。晚熟，熟degan pish degan，那晚deganimiz vaqti ket，那晚熟deganimiz kin，就是说 kin pishgan，yoki bo'lmasa kin bo'ladigan，shuni晚熟deymiz。比如说biz shu ziraatlarni terg'an vaqtimizda ba'zilari baldur pishadi，有些呢是早熟。有些呢是晚熟晚熟。那比如说vaqti pishadigan qo'noq degan bo'lsak，晚熟玉米，晚熟玉米desak bo'ladi。那么我们还可以说，麦子和棉花比起来，那棉花应该是晚熟啊。bug'doy bilan kevazni selishtirgan vaqtimizda paxta qaysi vaqtida bo'ladi？是 keyinroq bo'ladi。那这个棉花是属于晚熟的。好，那么下面一个呢，玉米，玉米，这个玉一个王，然后一个点，米呢点撇横竖撇捺，玉米qo'noq。那man qo'noq yeyishga amroq desak，我喜欢吃玉米，我喜欢吃玉米。那么qo'noqni har xil varianti deb qo'yamiz ғой，甜玉米、白玉米，还有那个我们平时吃的那个黄色的那种黄玉米，还有黑玉米等等等等啊。好，那这个玉米它的意思呢是qo'noq。Мәселен, bununla bir cümle düşsek, bugün keşte qo'noq yeymiz desek，今天晚上我们吃玉米。今天晚上我们吃玉米。那qo'noqni jihiysangiz，这个urug'laysiz desek，多吃玉米可以减肥，多吃玉米可以减肥desek bo'ladi。好。下面一个呢，撒，一个提手旁，一个提手旁，横竖竖横，然后呢，竖横折钩，横横撇横撇捺撒，chichish。那前面有一个提手旁，那你们bilan chachimiz qo'li bilan chachimiz qo'limiz bilan chachimiz。那比如说biz mushu biror narsani termoqchi bo'lsak yerga urug' chachimiz ғой, sa deymiz, sa种子degandek。那undan boshqa masalan yana o'g'it chachadi ғой, o'g'it chashqannimi sa化肥 deymiz。那masalan bunga biz bir misol olsak, atda men itizliqqa berib mushu o'g'it ichib kelay desam，明天我去地里撒化肥。明天我去地里撒化肥desak bo'ladi，撒chichish。好，下面一个呢，化肥。bayaman o'g'itni nima dedim？化肥dedim。那化肥的意思就是o'g'it的。那化字怎么写的？一个单人旁，然后撇竖弯钩。肥呢，一个月，能给你一个八，横折竖横竖弯钩。化肥o'g'it。Bu o'g'itning sifati nihoyatda yaxshi ekan desak，这化肥的质量非常的好。这化肥的质量非常好desak bo'ladi。那sizga qanchalik o'g'it kerak desak，你需要多少化肥？你需要多少化肥desak bo'ladi。那o'g'it chechishni nima deymiz？撒化肥，撒化肥deymiz。好，mushu tabiiy o'g'it deganni天然化肥deymiz，天然化肥。下面一个呢，农药，农药，农deganimiz怎么写的呀？撇横
勾，然后呢撇竖提撇捺。要呢就是我们以前学过打的这个要啊，横竖竖，然后呢撇折撇折提撇横折钩点。要되겠노라农되겠는 mes这个easily那农药되겠는 mes 님 buldu dehqonchilik农药되겠는 mes dehqonchilik doğrusu bo'lib mağdu. 也就是说 biz etizlikqa chachadigan mushu dehqonchilik doğrusini 农药 deymiz. Masalan, bu 农药ga qaysi xatni ishlatamiz desak-chu, pen degan xatni ishlatamiz. 也就是mushu 农药ning ostidagi pen 农药 pen 农药. Na mushu doğru chashmoq deganni pen 农药 deymiz. pen 农药.那 bizdinki etizlikqa doğru chashdikmi degan bo'lsak, 我们家的地喷农药了吗？我们家的地喷农药了吗？ desak bo'ladi.喷喷deganimiz nima bo'ldi? 就是 purkmek. 那 bu xatni qanday yozdik ekanmiz? 一个口横竖，然后横竖竖，下面一个背下面一个背。那么喷 除了这个农药以外， odatda masalan og'zimga ilaqi suvni silib ilib turib qilgan bo'lsam-mu, 这个也是喷啊。还有就是人在这个突然间笑的时候, tuyuqsiz kulgan vaqtida 也会说是喷出来。dan suv ichib qolgan bo'lsangiz, 你说我把水都喷出来了 desak bo'ladi. 喷就是 purkmek. 那么刚才我们说的这个dehqonchilik mushu dorilarni purkiganni pen 农药 deymiz. 好，那么 güller 我们在家里面养花的时候, 那 üstüde buna su qo'ygan bo'lsa, 那是浇花. 那 yana bir iliq gul purki degan narsani ilib turib, bunda ustiga bunda gul purk iliq suv purkigan bo'lsa, nima? 这个叫喷点水啊. Masalan, gulga azroq suv purkib etding desam, 给花喷点水. 给花喷点水 可以啊，可以这么用。下面一个呢，该怎么写的呀？点横折提，然后呢点横撇折撇点，该应该它的意思呢跟我们上次学的那个得degan bilan juda sal o'xshab qoladi. 那么 lazım, kerak degandek bir ma'noda chiqadi. Lekin bu kayni ko'pincha mushunda bir ish qiladigan vaqt keldi degandek. 就比如说 tamoq yeydigan vaqtimiz keldi. Mushu tush bo'ldi. Tush bo'lgan chaqda qo'saq ochida biz nima ish qilamiz? Tamoq yeymiz. Tamoq yeydigan vaqt bo'ldi desak-chu, 该吃饭了. 该吃饭了. 好，那么再比如说 endi meniki uyga qaytadigan vaqtim bo'ldi. 那么men endi uyga ketishim kerak degan chaqda 我该回家了. 我该回家了 desak bo'ladi. 那么我得回家了. 我该回家了. 我得回家了 degan chaqda-chu, men mana shuni hozir mushunday qilmasam bo'lmaydi. 我必须要这么做 degandek ma'noda. 那么该 degan vaqtimda bu bir meniki mushunda qilishga tegishlik bo'lgan ishim, men mushu vaqtda mushuni qilishim kerak deb mangan chaqda, 那这是我该怎么样啊? 我该怎么样? Masalan, soat 12 bo'ldi. Na uxlashim kerak bo'lsa, 12点了, 我该睡觉了. 12点了, 我该睡觉了 desak bo'ladi. 好，下面一个呢，浇水。浇水，一个3点水，然后呢横斜钩撇，横撇竖弯钩，水呢就是竖的竖钩横撇撇捺。浇水sug'urish. Masalan, 给花浇水 gulni sug'urish. 给花浇水. 那我etizlikni sug'adikmi desak, 地里浇水了吗？地里浇水了吗？或者说给地浇水了吗 desak bo'ladi. Uningdan boshqa, masalan, bu gul qurib ketay debdi, ozroq suv quyib eting desak,
这花都快干了，浇点水吧。这花都快干了，浇点水吧。desek buludu。好，下面一个呢，长势。长势，长撇横竖提捺，势deganimiz横竖钩提，那个横这个斜钩撇点，下面呢是一个力，长势。那长势是什么意思呀？它就是ösmek，或者说ma'lum bir narsaninki mushu ösüp yetilishi desek就长势deymiz. Köpüntüsü mushu ziraatlarga ishlatamiz. Masalan, bu yil bug'doylar qandaroq o'sapti. Andan keyin bu yil paxtalar qandoq o'sapti. Bu yil qo'noqlar qandoq o'satibdi deb degan bo'lsak, bu yerda qandoq o'sapti deganimiz就是说 yaxshi chiqdimi, yaxshi chiqmadimi, 或者说 qurtlar tushib boshqacha bo'lib ketdimi yoki mushu sifat jihatdan yaxshi bo'layotamdi degan mushundaq narsalarga qarata so'zlanganda, 比如说今年这个麦子长势怎么样？ bu yilgi paxtalar, bu yilgi bug'doylar qandaroq o'sapti? 今年麦子长势怎么样？那今年玉米长势怎么样？今年葵花长势怎么样？都可以啊，都可以长势。病虫害，病虫害，病deganimiz kasal，那虫degan qurut，害degan ziyonli。那么病虫害deganimiz hasharotlar opdi。那病虫害deganimiz hasharotlar opdi。那因为o'simliklarga tushadigan是qandaq deymiz，主要就是一些虫子啊。那我们喷农药的时候，大部分也都是为了杀虫子。Nima uchun doğru purgaymiz shu qurtlarni o'ldirish uchun ko'pincha vaqtda. Na shu vaqtida bu yil bug'doylarga mushu hasharotlar olib keldi desak， 今年麦子遭到了病虫害。今年麦子遭到了病虫害 desek buludu。 下面一个天气，天气，天横横撇捺，然后气呢撇横横，横斜钩。天气deganimiz havo， havo。那havoray deb tushunsak bo'ldi. Bugun havoray qandaq ekan desak， 今天天气怎么样？ 今天天气怎么样？ deymiz. Bugun havo nihoyatda yaxshi desak， 今天天气不错， 今天天气很好 desak bo'ldi. Bugun havo ochiq bo'lsa， 今天天气晴朗， 今天天气晴朗。那么bugun havo tutuq bo'lgan bo'lsa， 今天天气阴， 今天天气阴。bulutlar ko'pken desek， 今天天气多云 desek buludu。 今天天气好， 今天天气不太好，都可以。天气 hava， 喜人，喜人。喜deganimiz喜欢的个喜，人deganimiz odamni， 喜人deganimiz nima？ 喜人deganimiz yiqimliq degan ma'nosi bor. Nima一般情况下 biz buni nima deb tushunsak bo'ldi desak, odamni xush qildi desak bo'ldi. 比如说今年mushu bug'doylar shundoq yaxshi o'sib ketgan bo'lsa, men qanday shunday xush bo'lib ketaman-ku. 那我说今年这个麦子收成呢喜人 desak bo'ladi. 那今年麦子长势喜人 desak bo'ladi. 那喜人就是 odamni xush qilgudek. 最后一个呢，丰收，丰收，横横横竖，然后收呢就是收拾的收，前面也出来了啊，收割的给收，竖折竖，撇横撇捺，丰收，那就是 mol hosullangan bo'lsa， 那就是丰收bo'ldi. Bu yil mol hosul yig'ilgan bir yil ekan desak， 今年是一个丰收年，今年是一个丰收年 desak bo'ladi. 好。今年又丰收了 bu yil yana mol hosullandik， 今年又丰收了 desak bo'ladi. 好，那我们这个
生词学完了，那同学们，跟着老师呢一起来读一下啊。地，母，麦子，棉花，收割，碗，翻，晚熟，玉米，撒，化肥，农药，喷，该，浇水，长势，病虫害，天气，喜人，丰收，好，那今天我们的作业呢是每一个生词抄2行，选择其中的10个造句，同学们一定要按时完成作业。那我们下一期再见。